Bizning hakamlik maktabimiz Osiyoda yetuk pozitsiyalarda bo'lgan avvalda. Katta uchrashuvga start berildi va Paxtakorning hujumi ichkariga to'p yetkazib berildi Sergeyev Hojimat Erkinovga. Erkinov yiqildi, penaltini ko'rsatyapti va albatta VAR bor, chunki VAR bekor qilishi ham mumkin. Ya'ni bekor qilmaydi, tavsiya beradi. Mana o'zingiz ham bir tomosha qiling. Shala ikkita qo'lini ko'taryapti. Katta VAR ko'radigan bo'ldi Tantashev. Do'stlar, keling o'z ishi mutaxassislariga topshiramiz. Chalg'itmagan holda jahon chempionatlarida ishlagan, penalti yo'q. Mana o'yin davom ettiriladi. Dinamo ham kurashni davom ettiryapti. Nasafning hujumi, imkoniyat bor, chap qanotdan Shala va pas ichkariga, yana bitta pas Cheran. Chapta variant, yana Shala o'rnidan turib o'yinni davom ettiryapti. Ajoyib uzatma, to'xtatdi Oybek. Aldadi, lekin pasni aniq bera olmadi. Bo'sh hududga ega bo'ldi. Mana qarang. Qarang. Hop. Ammo Oybek Bozorov, Doston Hamdamov o'ng qanotga to'pni yetkazib berdi. Bu yerdan zarba berishga qaror qildi Dilshod Saitov. O'ng qanotda harakat qiladi. Ular yetakchi Jamshid Iskandarov keyingi pog'onada. Ichkariga zarba! Flamarionning urinishi. Ne'matov to'pni qaytardi. Yana bir marta Flamarion zarba beryapti, noaniq. Ne'matovdan save. Nasaf to'pni egallab olib, chap qanotdan hujum tashkil etadi. Cheran. Pauza. Pas. O'tdi. Siddiqov orqa zarba berildi. Mana birinchi save endi Vladimir Nazarov ijrosida. Chap qanotda Sharof Muhiddinov. Zo'r pas. Ajoyib zarba edi bu. Golga aylanmay qoldi-da. Umar Hamzoda bilan haligi dardlashdi Cheran qilishadi. Shuning uchun mana takroriy lavhasini qarang. Ajoyib. Gol bo'lmadi. Endi afsuski demayman, chunki Paxtakor muxlislari bundan ranjishi mumkin. Kamida durang, ya'ni. Umar Hamzoda. Kutilmagan effekt bilan tepmoqchi edi. Tepdi ham. Noaniq chiqdi zarbasi. Ibrohimov. Flamarion, Hamdamov yuqoridan va Hojimat yaralangan boshi bilan to'pni darvozaga joylab qo'yishga harakat qildi. Bugun umuman o'zini ayamayapti Erkinov. Ibrohimov. lar to'qnashuvida xavfli hujum bilan tugatishi mumkin. Hamdamovning uzatmasi va to'p darvoza to'siniga tegdi. Yana bitta zarba bo'lishi mumkin. O'yinchiga tegdi mana. Qarang. Aynan Nasaf a'zosi Umar Eshmurodov adashmasam. Umar Eshmurodovning boshidan to'p yo'nalishini o'zgartirib, Sergeyev, Hamdamov yaxshi kombinatsiya boshlashdi Paxtakor futbolchilari, ammo uzoqlashib ketdi mana bu to'p. Hali vaqtda bor, sirpanib ketishyapti ketma-ket tarzda Paxtakor futbolchilari. Umarat Hamzoda, Bashar Resan va Igor Sergeyevdan zarba! Gol! So'nggi sekundlarda time tugayotganda Igor chempionatdagi 19-golini kirityapti. Qanday ajoyib hujumchi, qarang, nuqtasini topdi va golini urdi. Birinchi imkoniyat edi Sergeyevga, aynan mana shunday to'pning qulay kelib tushishi. Bashar Resan mukammal uzatma.
Takroran tomosha qilamiz agar bu yerda qandaydir ofsayd yo'q. Aynan mana shu uzatmada ofsayd yo'q. Aynan shu yerda Eshmurodovga qarshi folga ishora qilishyapti Nasaf futbolchilari. Qarang, Eshmurodov yiqildi. Agar VAR ko'rib chiqsa va sabab topsa, yana chaqiradi referi. Gol hisoblandi. Keyingisida esa to'p maydonni tark etdi. Birinchi bo'lim yakunlandi. Paxtakor so'nggi sekundlarda gol urib ketyapti. Ikkinchi raqam bo'lib o'ynadi. Ikkinchi taymda ikkinchi raqam bo'lmaydi. Endi birinchi raqam bo'lishga urinib ko'radi. Va adashmasam markaziy himoyaga futbolchi tushirildi. Cheran markazga Siddiqov yo'q, noqulay tepishga. Chunki chapaqay emas. Johir, lekin Sharrofdan kuchli zarba ko'rdik. To'p tegdi deb hisoblayapti Muhiddinov. Mana shunday pushkalari bor Muhiddinovning. O'zgarishlar seriyasidan so'ng Nasaf faollashdi. Bu tabiiy bo'lishi kerak bo'lgan jarayon. Ichkariga uzatma bosh bilan zarba yo'llandi. Norchoyev. Ikkita himoyachi qurshovidan Bobur Abduxoliqov, Dilshod Abdullayev, Fazliddin Zuhriddinov. Va mana bu yerda qarang, Abdumajidov yorib kiryapti. Abduvohid Ne'matov rikoshet natijasida borgan to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Reaksiya. Yusuf Ollaytan, Igor Golban hozir va Abdumajidov ishtirok etgan. Abdumajidov tepdi, to'p himoyachiga tegdi, Alibekka ajoyib patkat ijro etdi. Va yana qarang, to'pni egallab olyapti Nasaf. Cholovich. Zarbami? Zarba! Vladimir Nazarov to'pni qaytaryapti. Ajoyib tarzda u ham o'ynadi. Zarba ham chiroyli chiqqan edi, davomi ham bor. Mana o'sha zarba va Vladimir Nazarov. Nasaf qo'shdi. Nasaf hujumga o'tdi. Qoida buzildi. Jarima zarbasi Chapaqay uchun ideal nuqta. Tomosha qilamiz. Muhiddinovning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bu yerda Nasaf hujumga o'tmoqda. Yaxshi pas. Cheran! Ko'p bo'lmayotgan o'yinda bu ham bir katta imkoniyat. Zo'r o'ynagan edi Shalo mana shu yerda. Ofsayd ham yo'q edi, qizig'i. Bu ham bir daqiqacha vaqtni ketkazadigan holat Nasaf uchun. Paxtakor hujumda. Va Hoji Akbar Alijonovdan ajoyib zarba va chiroyli seyf Abduvohid Ne'matov ijro etmoqda. Alijonov pas. Va yana bitta imkoniyat bor edi Paxtakorda. Turg'unboyev shekilli ichkariga yorib kirib, noaniq zarba beryapti. Bo'ldi. Uchrashuv tugadi. Paxtakor g'alaba qozonmoqda. Mana shu qarama-qarshilikda, dahshatli o'tgan qarama-qarshilikda ochkolari sonini 59 taga yetkazyapti. 2 ochko farq Neftchi bilan. Neftchi Qizilqum bilan o'ynaydi. G'alaba qozonsa chempion bo'ladi. Nasaf esa endi 58 ochko bilan chempionlik poygasini to'xtatyapti. Nasaf chempionlik poygasini to'xtatyapti. Chempionlik poygasi esa
davom etadi.